Qizim, choy qo'ying. Aya, mashkelini erkan ko'rgansiz. Qaynanaga o'xshab qattiq gapiring. Qizim, sen ham kelinsan, uyingga bora qolgin. Men uyga bormayman. Ko'nglim xotirjam bo'lmaguncha qattiq gapiring aya. Kelin, choy qo'ying. Yana. Kelin, choy qo'ying deyman. Qana aya? Mana oyijon, chorni chay. Voy asal qizim, o'zimni nimaga qora choy, ko'k choy degandim-ku. Zеленый, что ли, сделать? Net siniy. Как это siniy? O'zbekcha gapiring. Siz meni tilla qizim, chaqqon qizim, kelinim emas, qizimsiz. Voy, demaydi-da qudam, qizimga ham. Turing, sariyog' olib keling. Oyijon, nonushtaga qo'sar, yo'q? Mana hozir yegim keldi. Hozirgilar katta. Aya, endi ko'ngil xotirjam. Ketdim. Qizim, sog'inib qolaman. O'zing ehtiyot qil, qizim. Ovqatdan deyman, oyijon. Siz serialingizni ko'ring, kelin. O'zim qilaman, yoshman. Aya, hali ketmadim. Qizim, ovqat qiling, ovqat qiling.